أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey iman etqanlar, Allah'ның diniga mahkam esilinglar. Allah'ның dinidan yaxshi kimning dini bor? Biz uningga ibodat qilguvchilarmiz, denglar. Ey payg'ambar, aytqinki, sizlar Alloh to'g'riliq biz bilan munozirlashamsizlar. Halbuki Allah bizning Rabbimiz, sizlarning Rabbinglardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga ixlos bilan taat ibodat qilguvchilarmiz. Yoki sizlar İbrahim, İsmoil, Ishoq, Yaqub va uning nasldan kelganlar Yahudi idi yoki Xristian idi demsizlar. Aytqinki, buni sizlar obdan bilamsizlar yoki Allohmi? Qo'lidagi Allohdan kelgan bir guvohlikni yushirgan odamdimi zolim odam bormi? Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tib ketgan bir ummatdir. Ularning qilgan amallari o'zi uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Sizlar ularning qilmishi to'g'riliq javobgarlikka tortilmaysizlar. Ba'zi ahmoq kishilar ularni, ya'ni payg'ambar bilan mu'minlarni yuzlanib kelayotgan qiblasi Baytul Muqaddasdan nima bo'layotgandi deydi. Ey payg'ambar, aytqinki, kun chiqishmi, kun petishmi Allohningdir. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga muvaffaq qiladi. Shuningdek, ya'ni biz sizlarni to'g'ri yo'lga boshlagandek, sizlarning payg'ambarlarning kishilarga dinni to'liq yetkazganligiga guvoh bo'lishinglar va bu payg'ambar Muhammad alayhissalomning dinni sizlarga to'liq yetkazganligiga guvoh bo'lishi uchun sizlarni adolatlik yaxshi ummat qildik. Ey payg'ambar, sen yuzlanib kelayotgan taraf Baytul Muqaddasni dastlabda qibla qilganligimiz, ondan seni uningdan burilib Ka'baga yuzlanishga buyurganligimiz faqat payg'ambarga agishadiganlarni dindan yenib oladiganlardan ayirib olishimiz uchundir. Qiblaning o'zgartirilganligi Alloh hidoyat qilgan kishilardan boshqalarga haqiqatan ig'irdir. Alloh sizlarning iymoninglarni, ya'ni ilgari Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib etmaydi. Chunki Allah insonlarga to'liq mehribondir, nihoyatda kuyimchandir. Ey payg'ambar, biz sening Ka'baning qibla bo'lishini tilab, qayta osmonga qaraganligingni ko'rib turibmiz. Mana endi biz seni cho'qim sen yoqtiradigan qiblaga yuzlandiramiz. Namazda yüzünü Mescidi Haram tarafga qaratqin. Ey iman etqanlar, sizlarmi qayerda bo'lsanglar, namazda yüzünlarni Mescidi Haram tarafga qaratinglar. Shaksizki, ilgari o'zlariga kitob berilganlar qiblaning o'zgartilishining Rabbi tarafidan kelgan haqiqat ekanligini cho'qim biladi. Alloh ularning qilmishidan g'ofil emasdir. Ey payg'ambar, kitob berilganlarga barcha dalilni keltirsangmi, ular sening qiblangga agashmaydi. Senmi ularning qiblasiga agashmaysan. Ularmi o'zaro bir-birining qiblasiga agashmaydi. Sana ilm kelgandan keyin mubodo ularning xohishiga bo'ysunsang, u chaqda sen cho'qim o'ziga o'zi zulm qilguvchilardan bo'lib qolasan. Biz kitob berganlar uni, ya'ni Muhammad alayhissalomni o'z o'g'illarini to'nigandek to'nuydi. Shundaq tursumu ularning bir qisi shubhisizki haqiqatni bilib turib yoshirdi. Bu haqiqat Rabbing tarafidan kelgandir. Sen hargiz shak keltirguchilardan bo'lmag'in. Har bir ummatning yuzlanadigan qiblasi bor. Shunga sizlar yaxshi ishlarni bas-basta qilinglar. Qayerda bo'linglar, oxir Alloh hammanglarni hisob maydoniga yig'adi. Chunki Alloh hamma narsaga qodirdir. Qayerdan yo'lga chiqsang, namozingda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgin. Bu rostilla Rabbingdan kelgan haqiqatdir. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan xabarsiz emasdir.
Ey payg'ambar, qayerdan yo'lga chiqsang, namozingda yuzingni masjidi haram tarafga qilgin. Ey iymon etganlar, insonlarga sizlarga qarshi dalil isbot bo'lib qolmasligi uchun sizlarmi qayerda bo'linglar, namozinglarda yuzinglarni masjidi haram tarafga qilinglar. Faqat ularning orasidagi o'ziga o'zi zulm qilguvchilarla qiblaning o'zgartirilganligini sizlarga qarshi dalil qilib oladi. Sizlar ulardan qo'rqmay, mendan qo'rqinglar. Mening qiblani o'zgartishga buyurganligim sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazishim uchun va sizlarning to'g'ri yo'lda bo'lishinglar uchundir. Shuningdek, ya'ni Ka'bani qibla qilib, ne'matimni kamolatga yetkazganimdek, aranglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni pok qiladigan, sizlarga Qur'onni va hikmatni o'rgatadigan, bilmaganinglarni bildiradigan bir payg'ambar avatdiq. Meni yod etinglar, menmi sizlarni yod etaman. Menga shukr qilinglar, tuzkorlik qilmanglar. Ey iymon etganlar, barcha musibatlarga sabr qilish va namozni mukammal ado qilish bilan Allohdan yordam tilanglar. Chunki Alloh sabr qilguvchilar bilan birlidir. Allah yo'lida o'ldirilganlarni o'lik demanglar. Allah yo'lida o'ldirilganlarni o'lik demanglar. Aksicha ular tirikdir. Lekin sizlar buni sezmaysizlar. Shubhisizki biz sizlarni bir oz qo'rqinch bilan, ocharchilik bilan va pul mollaringlarga, jonlaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan bir oz ziyon zahmat bilan albatta sinaymiz. O'ziga biror musibat kelgan chaqda biz albatta Allohning igdorchiligidamiz. Biz cho'qim uning dargohiga qaytquchimiz deydigan sabr qilguvchilarga xush xabar bergin. Ana shular Robbining mag'firati va rahmatiga erishguchilardir. Ana shular hidoyat topquchilardir. Shaksizki Safa bilan Marva o'ttirisida sa'iy qilish Allohning dinining alomatlaridandir. Haj qilgan yoki umr qilgan odam ularning orasida sa'iy qilsa hech gunoh bo'lmaydi. Kimki o'z ixtiyori bilan biror yaxshi ish qiladi ekan, Allah albatta uning mukofotini to'liq berguchidir va hammani bilguchidir. Bu kitobda, ya'ni Tavratda kishilarga to'g'ri yo'lni aniq bayon qilganimizdan keyin biz nozil qilgan Muhammad alayhissalomning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan ro'shan dalillarni va to'g'ri yo'lni yushiradiganlarni Alloh rahmatidan qo'g'laydi va ularga barcha mavjudot la'nat o'qiydi. Faqat tavba qilgan, buzg'anlarni tuzatgan va yushirganlarni oshkora bayon qilganlarla buningdan mustasno. Men ana shularning tavbasini qabul qilaman. Chunki men tavbani bakmi qabul qilguvchiman. Nihoyatda mehribonman. Shaksizki kufrida chim turgan va kofir beti o'lganlar ana shular cho'qim Allohning, farishtalarining va barliq insonlarning la'natiga uchraydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yeniklatilmaydi. Ularga beriladigan azob kechiktirilmaydi. Sizlarning ilohinglar yagona ilohdir. Uningdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. U nihoyatda shafqatlidir, nihoyatda mehribondir. Shaksizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida, kishilarga foydali narsalarni elib dengizda uzib yurgan kemalarda, Alloh bulutdan yog'dirib qaqas zaminni jonlantiradigan yomg'irda, yer yuziga tarqitib etgan hayvonlarda, shamol yo'nalishlarining o'zgarib turishida, osmon zamin orasida bo'ysundirilgan bulutlarda, aqlini ishiltadigan qavm uchun albatta Allohning borlig'ini va birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. Ba'zi insonlar Allohdan boshqalarni Allohga shirik qilib olib, shirik qilib olgan ma'budlarini Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radi. Halbuki iymon etganlar Allohni hammadan bak yaxshi ko'radi. Zolimlar azobni ko'rgan chaqda bilganga o'xshash butun kuch-quvvatning Allohga mansub ekanligini va Allohning azobining qattiq ekanligini bu dunyoda bilsa edi,
Allohga sherik keltirmagan bo'ladi. Shu vaqtda do'zaxning yo'liga boshlagan boshlamchilar azobni ko'rib, agashkuchilardan yiroqlashidi. Ularning o'ttirsidagi munosabatlar uziladi. Agashkuchilar kashki bizlarga dunyoga qaytish mumkin bo'lsa edi. Ular bizni tashlab ketgandek, bizmi ularni tashlab ketadiq deydi. Allah ularga qilmishlarining hasrat nadomat elib keladiganligini mushundoq ko'rsatdi. Ular do'zaxdan chiqolmaydi.